Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi video roligimiz BeGoLive platformasidagi casting jarayonidagi holatdan keyingi holat, ya'ni boshlovchilarni onlayn efir qilish jarayoni va ular nimalarga ahamiyat berishi, reytingni yuqori darajada ko'taradigan omillar nimalar? Shu haqida gaplashib o'tiramiz. Asosan birinchi narsa videoga kerakli bo'lgan qurilmalar haqida gaplashib o'tiramiz. Eng kerakli narsa reytingni yuqori darajada keltirib beradigan narsalar bu telefon qurilma va internetning kачествоsi. Demak, bu birinchisiga ishonch deb yozilgan narsa, bu o'ziga bo'lgan ishonch bo'lmasa hech kim ishlay olmaydi. Ya'ni aynan o'ziga bo'lgan ishonchiga nisbatan qanaqa platforma bo'lishidan qat'iy, qanaqa ish bo'lishidan qat'iy nazar o'ziga bo'lgan ishonchini kuchi bilan o'sha narsaga erisha oladi. Demak, telefon qurilma haqida gaplashib o'tamiz. Demak, telefon qurilmasi agar zo'r bo'lsa, изображение качествоsi четкий bo'lsa, bu auditoriyaning yuqori darajada bo'lishiga sababchi bo'ladigan predmetlardan bittasi hisoblanadi. Ikkinchi narsa internet качествоsi. Internet качествосida har qanday to'siqlar bo'lmasligi uchun yoki gapirayotgan paytda har qanday bo'linmalar bo'lmasligi uchun yoki auditoriyasini zerikarli holatga olib kelmasligi uchun internet качествоsi zo'r bo'lishi kerak. Asosan boshlovchilar o'sha Wi-Fi dan foydalanganlarni afzalroq. Kimda Wi-Fi bo'lmasa, shu mobil qurilmalari megabayti yuqori bo'lishi kerak, tezligi yuqori bo'lishi kerak. Shu narsaga e'tibor bersalar yaxshiroq bo'ladi. Keyingi holat, boshlovchilar juda qisqa muddatda efir qilishadi. Keyinchalik kuratorlarga chiqishadi, menda bo'lmayapti, o'xshamayapti deyishadi. Shuning uchun ham boshlovchilar boshlanishida juda o'zlarining mehnatlarini yuqori darajada ko'rsatishlari kerak va boshida juda ham ko'p vaqt ajratishlari kerak. Qachonki boshlovchi zo'r vaqtini ajratsa yoki 2 soat, 3 soatlab boshida qiynalib, zerikarli bo'lsa ham shu efirda o'tirib, kimlar bilandir muloqot qilib, takoy zo'r o'tirsa agar, o'shanda auditoriyasi kengayishni boshlaydi. Auditoriya kengaygandan keyin o'ziga kerakli insonlarni o'zi tanlay boshlaydi. O'sha efir jarayoni zerikarli bo'lmay qoladi. Ya'ni qiziqish paydo bo'laveradi. Ya'ni qachonki auditoriyasi zo'r bo'lsa, boshlovchini hech qachon u efirdan zerikmaydi. Ular bilan muloqot qiladi, ular bilan fikr almashadi, ular bilan kerakli ma'lumotlarni beradi yoki kerakli ma'lumotlarni o'ziga oladi. Savol-javob, har xil qiziqarli o'yinlar. Mana shu narsalarning evaziga boshlovchi hech qachon zerikmaydi. Shuning uchun boshlovchidan talab qilinadigan narsa uncha ko'p emas. Asosan bu platformada qizlar yaxshi reyting yoki qizlar yaxshi pul topishadi. Sababi nima? Donatlarning 70%ni erkaklar tashkil topadi. O'sha erkaklar tashkil topgani uchun ham qizlar uchun u narsa oson. Faqatgina talab qilinadigan narsa prosta muloqot qilish. Hech qanaqa shartdan battle o'ynash yoki qanaqa to'g'ri battle bu reytingni ko'taradi, reyting darajasini yuqori ko'taradigan omillardan yana bittasi hisoblanadi. Lekin bu degani boshlovchi degani kimdandir sovg'a so'rab, yalinish yoki kimdandir nima deydi, tillanish degan narsa emas. Bu prosta oddiy videoshi, ya'ni переводini qilsa boshlovchi, ya'ni boshlovchilar o'zlarining fikrlari yoki o'zlarining gapirish nutqiga qarab turib reyting yuqori bo'ladi. Qancha boshlovchi chiroyli gapirsa agar, shuncha e'tibordan chetga qolmaydi. Bu narsani juda yaxshi bilasizlar. Shuning uchun bu BeGoLive platformasi tilanchi yoki gadoylarning joyi deydi ko'pchilik. Bu narsa xato narsa. Boshlovchilik degan narsa bu chiroyli muloqot qilish. Ya'ni siz kimnidir hurmatini qozonsangiz, siz chiroyli muloqot qilsangiz, o'shandagina sizda reytingingiz yuqori bo'ladi. O'shandagina sizga e'tibor bo'ladi. O'shandagina sizga ya'ni o'sha hurmatingiz evaziga kompliment orqasida sizga sovg'a tashlanadi. O'sha tashalgan sovg'aning nisbatiga siz plan yopasiz. Ya'ni minimal plan 1-2 oy 5 dan boshlansa agar, 3-oydan 10 plandan boshlanadi. 10 degani bu, ya'ni 10 mingta bob yig'ishingiz kerak bo'ladi. O'sha 10 mingta bobga Bigo platformasi sizga $100 oylik $48 doxod to'laydi. Ya'ni 10 mingta yig'ilgan arzimagan bir bob uchun $48 to'laydi. Bigo platformasi bekordan bekorga kimgadir pul to'lamaydi. Ular donatorlarning hisobiga yoki sponsorlarning hisobiga beriladigan pul hisoblanadi. Ya'ni kimdir u yerda pullarni sponsorlik qilishadi, ya'ni donativ qilishadi, kimlardir bu narsadan foydalanishadi. 3 toifa insonlar BeGoLive'ga kiradi. Ya'ni birinchi toifa insonlar bu bekorchilar. Ikkinchi toifa insonlar o'zlariga xushtor qidiradigan yoki o'zlariga qanaqadir partnyor qidiradigan insonlar. Qiz bola bo'lsa, masalan, erkak kishi uchun kiradi, erkak kishi bo'lsa qiz bola uchun kiradi. Uchinchi toifa insonlar esa bu ishlaydigan insonlar. Shu ishlaydigan insonlar toifaga kirishingiz kerak. Agar haqiqatan daromad qiladigan bo'lsangiz, agar kimda qiyinchilik bo'lgan bo'lsa, kimgadir pul muhtoj bo'lsa, o'sha narsani
aynan fikri xayolini o'sha narsaga jalb qilsa, ya'ni pul ishlash uchun men bu yoqqa kiraman. Boshqa insonlar menga fikr qiziq emas deb o'sha fikr bilan kirsa agar, demak ishlay oladi. Agar qanaqadir manfaat boshqa narsa bo'lsa agar, bu ishlash juda qiyin bo'ladi. Manfaat faqat ishlash bo'lishi. Qanaqa platforma o'zishdan qat'iy nazar, bu yerda ham yaxshi, ham yomon inson bo'ladi, lekin aksariyat 90% dan yuqori darajadagi insonlar o'zini manfaati uchun ishlaydi. Shuning uchun hech kimga hech qachon ishonmaslik kerak. Hattoki kuratorlarga ham, o'zingizning komandangizda insonlarga ham hech qachon faqat o'zingizga bo'lgan ishonch bo'lishi kerak. Qachonki boshlovchi o'ziga bo'lgan ishonchi 100% bo'ladi, o'shandagina o'zini darajasini, o'zini holatini analiz qila oladi. Ya'ni kim bilan muloqot qilish kerak, kimga ishonish kerak, kimga ishonmaslik kerak, kimdan o'zini kimlar bilan o'zini distansiyasini saqlash kerak. Shu narsalarni o'zi bilib oladi. Psixologiyasi yaxshi bo'lgan inson kimdan qanaqa maslahat olishni biladi. Sizlar ya'ni vidushlar qanaqadir savollar kelib yoki kimdir aqlli qiladigan bo'lsa, u narsani o'rganib chiqish kerak vidush. Ya'ni boshlovchi o'sha narsani analiz qilish kerak, keyin borib turib kuratordan yoki yaqin insondan yoki platformani yaxshi biladigan insonlardan so'rab bu narsani mulohaza qilish kerak. Bitta kishi aytgan narsaga ishonib ketirish kerak. Hattoki eng yaqin dugonalaringiz ham, eng yaqin o'rtoqlaringiz ham bir kun sizlarning orqalarida ishlagan paytida aytasizlar, platforma shunaqa narsa ekan deysizlar. Chunki bu yerda asosan inson o'zini maqsadi uchun, o'zini reytingi uchun, o'zini nima deydi, o'ziga kerakli narsani olish uchun ishlaydi. Ya'ni sizni o'ylaydigan yoki sizni foydangiz uchun ishlaydigan insonlar juda ham kam. Bu narsani qayta ta'kidlaganimning sababi ko'pchilik videolar aldanib qolishadi yoki seni bu yerdan olib chiqaman, o'zim qarayman, seni o'zim обеспечить qilaman, seni ya'ni полностью seni har narsa bilan ta'minlayman degan insonlar ham juda ko'p. Agar kimga kim qaysidir videochi yoki qaysidir qiz bola kimgadir ishonib o'zini nomerini berib yoki qanaqadir отношение qilsa, u o'zini minusiga ishlaydi. Ya'ni sen aqllilik qilyapsan, men o'zim xohlaganimcha erkinlikda yoki xohlagan inson bilan отношение qilishga haqqim bor deydigan insonlar bir kun mana shu gapirayotgan gapimni xulosasi sifatida aldanib qolsa agar eslaydi. Hech kimga ishonish kerak emas platformada, hech qachon. Faqat o'zlaringizda shu ota-onalaringiz, ya'ni aka-singillaringizga bo'lgan ishonchingiz bo'lsa, platformada hech kim siz uchun yo aka yoki singil yoki opa yoki aka bo'la olmaydi. Shuning uchun videolarimizni, aynan o'zimning videolarimdan bu narsani juda ham so'rab qolaman. Har kimga nomeringizni bermanglar. Ertaga qiz bolasizlar, turmushga chiqishlaringiz bor yoki turmushdan ajrashganlar bor yoki boshqa narsa bor, o'zlaringizni o'rnomingizlaringizga minus keltiradigan narsani qilmanglar. Platforma bu o'zini jinnilik qilib yoki o'zini manfaatini yoki o'zini pul ishlayman deb har qanaqa holatga keltirib o'zini jinniliklar qilib yoki boshiga tarelka yorib yoki yuzlarga zilyonka surtadigan joy emas. Asosiy e'tibor beradigan narsalardan bittasi bu shu o'zlaringizni chiroyli holatga tutib, auditoriyangiz, orqa fonlaringiz juda chiroyli bo'lsa, diniy lampalaringiz yaxshi bo'lsa, kачество, efir darajasi yuqori bo'lsa, kачествоsi, ya'ni изображение качество deydi, shu telefon model qurilmalari изображение качествоsi zo'r bo'lsa agar o'zidan o'zi поддержка bo'ladi. O'zidan o'zi chet tomondan, ya'ni sizlarga e'tibor bo'ladi. Qachonki masalan efir ochishdan oldin hamma ishlaringizni qilib turib, hech qanaqa ovqatlanish yoki hech qanaqa bir narsalarga predmetlarni o'ynash uchun emas, prosta muloqot qilish uchun, o'zlaringizni auditoriyalaringizni o'zlaringizga jalb qilish uchun, ular bilan qanaqadir nima deydi, chiroyli suhbatlar qilish uchun kiringlar. Yoki qanaqadir o'tirgan holatda ovqatlanib yoki kosmetologga borib kosmetologiyani reklama qilib yoki o'zlaringizni bo'ynayotgan narsalaringizni reklama qilish uchun kirmanglar. Qachonki auditoriyalarni hurmat qilsangizlar, o'sha paytda sizlarning reytinglaringiz yuqori. Agar auditoriyalaringizga bee'tibor bo'lsangiz, ular ham sizlarga bee'tibor bo'ladi. Ya'ni efirga kiradi, efirlaringiz zerikarli bo'ladi, zerikarli bo'lgandan keyin chiqib ketadi. Shuning uchun ham boshlovchi har bitta kirgan insonni alohida ismini qayta takrorlab, uni chiroyli kutib olib, ular bilan salom alaykum qilib, ularga e'tibor bersagina, ya'ni ular tomonidan sizlarga e'tibor beradi. Shuning uchun asosiy e'tibor beradigan narsa bu auditoriyasiga bo'lgan hurmat va e'tibor. Qachonki ularni chiroyli qilib kutib olsangizlar yoki chiroyli qilib kuzatib qo'ysangizlar, o'shanga yarasha sizlarni hurmat qilib yana qayta efirga kirishingiz yoki sizlar bilan muloqot qilishi maroqli bo'lgani uchun yana qayta sizga efirga kiradi. Shuning uchun ham har xil fahish so'zlarni gapirib yoki qanaqadir boshqa bir nima deydi, jinniliklarni qilib turib reytingni yuqori qilish darajasini osonroq bo'lishi mumkin, lekin biz bu narsani tavsiya qilmaymiz. Platformada auditoriyaning ichida qo'pol, negativ gapiradigan yoki xo'jayinni yasab oladigan insonlar bo'lsa, ularni
bloklaydigan yoki ruchkasini olib qo'yadigan darajadagi belgilangan joylar bor. O'sha narsalarni o'rganib olinglar. Ya'ni efirdan chetlashtirish yoki ruchkasini olib qo'yish imkoniyati sizda bor. Hech qachon negativlarga ahamiyat bermanglar. Real hayotda, virtual hayotda hamma joyda negativ bor. Aynan o'sha negativlarga chiroyli javob qaytara oladigan va negativlarni to'g'ri ma'noda qabul qiladigan insongina normal, real hayotda, virtual hayotda ishlay oladi. Chunki sizlar negativlar bilan qancha kurashib yoki ular bilan qancha bahslashganingiz sari ular sizga tenglashib, ya'ni soni ortib boradi, hech qachon kamaymaydi. Qachonki sizlar e'tibordan u narsani chetda qoldirasizlar yoki ularni, ya'ni oyog'ida tagidagi axlatga egilib olmayman degan gap bor. Agar o'sha narsalarga rioya qilsangizlar, chetdan kelgan negativlarga ahamiyat bermasangizlar, shuncha hurmat qozonasiz. Chunki negativlar hamma joyda bor. Bez negativ hayotda qizig'i yo'q. Shuning uchun u narsani to'g'ri ma'noda qabul qilish kerak. Negativ bo'lmasa hayotda ham qizig'i bo'lmaydi. Platformadan normal darajada reytingni ko'taradigan yoki normal darajada yaxshi insonlarni topadigan videoshi bu o'zini adekvatni tutadigan videoshi. Qachonki inson o'zini adekvatni deb bilsa, faqat yaxshi insonlar bilan ishlasa, yomonlar bilan tenglashmaydi yoki ular bilan yomonlar bilan hech qachon muloqot qilmaydi. O'zini energiyasini, ya'ni negativlarga sarflamaydi. Yaxshi insonlarga sarflaydi, kerakli joyda chiqib ketadi. Qachonki sizlarning hayotingiz negativdan iborat bo'ladi, demak auditoriyangiz ham xuddi shunaqa bo'ladi. Qachonki sizlar chiroyli gapirib o'sha negativlarga ahamiyat bermasangizlar, shunchalik ular zerikkanlaridan sizlarning efirlaringiz tark etishni boshlaydi. Videochilar mana shu narsalarga ahamiyat berish kerak. Ko'proq pul ishlash uchun kuratordan bilmagan narsasini kuratordan tinmasdan so'rash kerak. Eng yaxshi kurator kim deb savol berganlarda men aytgan bo'lardim, kuratordan bilmagan narsasini aniq va tiniq qilib so'rab oladigan videochi bu eng zo'r videochi hisoblanadi, ya'ni boshlovchi hisoblanadi. Ularning reytingi yuqori darajada. Qachonki siz tortinib o'sha narsani so'ramaysiz yoki u narsadan erinasiz yoki u narsani so'rashdan sal noqulay sizga, bu sizning minusingiz. Shuning uchun kuratordan so'rashingiz kerak. Biz aynan bu videolarni nima uchun chiqaryapmiz? Video ishlarimizga qayta shu narsalarni takrorlashimiz bizga o'sha qiyin bo'lyapti. 250 yoki 300 dan ortiq videochilarimiz bor, boshlovchilarimiz bor. Bu narsani qayta takrorlash bizga ham noqulay bo'lyapti. Sababi bu narsa uchun vaqt topolmaymiz. Shuning uchun video rolik qilishga qaror qildik. Agar yana qanaqadir savollaringiz bo'lsa yoki bu platformada yoki aynan videochilik jarayonida reytingini ko'tarish bo'yicha qanaqadir savollaringiz bo'lsa, atpisaniyada nomerlarimiz bor. Bu videochilarimiz uchun, videochilarimiz, boshlovchilarimiz nomerlarimizni bilishadi. Aynan ekranlaringizdagi nomerlarga murojaat qilib savollaringizni berishingiz mumkin. Kimda kim videochi bo'lmoqchi bo'lsa yoki boshlovchilik qilib Bigo Live platformasidan pul topmoqchi bo'lsa, bizlarga murojaat qilinglar. Bizlar sizlarni kastingdan o'tkazib, aynan bizlar siz bilan birga ishlaymiz. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, kutib qolamiz. Kommentariyada o'zlaringiz izohlaringizni qoldiringlar. Sog' bo'lasizlar.